Assalomu alaykum bizani YouTube olamidan muntazam ravishda kuzatib kelayotgan dehqonlar. Bugun Tarex kompaniyasida yana bir yangilik. Sizlar uchun yaqin bo'lish uchun, sizlarga shahar ichiga kirib qiynalib yurmasligingiz uchun biz yanada yaqinroq do'kon ochdik. Bemalol shu yoqqa kelib xarid qilishingiz mumkin. Hali bo'tga ancha-muncha yana urug' keladi. 20 xildan ortiq makka jo'xorilar keladi. Hozirgi paytda bizda mavjudlari Tarex Turetskiyning har bir navidan bor. Xitoyda donga, siloska hammasidan bor. Juda ham assortiment ko'p, arzon narxlarda va Ukrainadan keltirilgan 90 kunda hozirgi paytda eng kerakli bo'lgan makkalardan, bug'doydan keyin mana yaxshi ketyapti. Sinalgan urug'lardan tavsiya qilamiz. Kimga buni ma'lumot kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib yozsanglar, sizlarga albatta ma'lumotini tashlab beraman va narxlar bilan tanishtiraman. Qopida 80 ming dona bo'ladi. Ham donga, ham siloska bug'doydan keyin eksa bo'ladi. 70 kundan 90 kungacha makkalarimiz mavjud. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, hammasini agrotexnikalari bo'yicha ma'lumotlarni berib, tushuncha berib, keyin original urug' beramiz.